Barchaga assalomu alaykum. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, yaxshimisiz? Xo'p, mana Xudo xolasa bugun 26-mart haftaning kuniga payshanba, Namangan Norin mashina bozoridamiz. Ko'ryapsizlarmi aka? Tevada mana qushlar ham uchirib, Xudo xolasa, ob-havo ham zo'r bo'layapti. Bugun imkon darajasida Cobalt'lar narxlarini taqdim etamiz. Avtomat, mexanika, yili yangi, yili past qilib o'tkazmasdan ko'rib borsalaring bo'ldi. Xo'p, bizga albatta kanalda yangilar obuna bo'lib, like bosishni esingizdan chiqmasin. Arzonrog'idan so'ragan akalarimizga 2025-yilda ishlab chiqarilgan Midnight Paissadagi akalar Cobalt sizlar o'ylagandanda anchagina arzon narxda, ya'ni u narxga 24 larda tekkanlar ham bor. Avtomobilda qarang, pokoleniya propan gaz qo'yilgan, ABS bor, konditsioneri bor, motor zashtalari bilan. Yurgani qancha edi? 53 ming probegda. Kraskasi kapotida keyincha petnosi ham bor ekan. Qarang, qora diska, qora fara, 4 ta yangi yumshoq balon. Xo'p, va mana aka. Salonni ko'ring. 53 ming probeg, 2025, sidinaga yaxshi chexollar qilingan, evakor polig ham tashalgan. Xo'p, pokoleniya propan gazlari bilan. Va aka mana ortidan ko'rinishi. Kapotining uchida petno bor ekan. Boshqa hech qanaqa ayb detallar yo'q dedi. 60 partiyada gen chiqadi. Yana anjalli bo'lsa ham yaxshi propanlar qo'yilgan ekan. Ana aka, atvelka ham ishlanmagan, xudo xolasa. Hop, ana endi aka buni bitta narxini chiroyli qilib aytib bersangiz, xudo xolasa mana shu ikkilarni qolsin, 24 olsammi, 25 olsammi deb. Nech pul deysiz endi? Bu yerda 11800 so'rayapti. Bozorda 11800 dollar kami bor deb turibdi. Xo'p, siz obunachilaringizga 11,5 mingdan jija o'tib beramiz. Bizni xudo xolasa Furqatbek uz kanalining obunachilariga 11500 dollardan ham ukam ozgina kamini qilib beraman deyapti. Hop, ana endi hisob-kitob shundan chiqaraverasiz. Ash 50 million 24 larda ham 11,5 mingda. Bu sizga aka 2025. 4 ta yangi yumshoq balon, chexol, poli, propan, midnight, qora fara, qora diskali chiqqanlarida. Xo'p, xudo xolasa. Endi yana bitta narsani aytib ketishim kerak. O'sha kapotda petnosi borini. Mana mashina uchida va shu yerda bir qarich ekan, lekin boshqa joyda yo'q deyapti. Xo'p, faqat naqd pulmi? Ha, naqd pulga beriladi, lekin xo'p, agar tanishingiz bo'lsa, generalni gaplashsangiz, qilib olsangiz, qilib olasiz, bo'lmasa оформлениyaga ekan. Telefon nomer 90lik 214 15 00 raqamlariga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zidan olasiz. Yana bitta narsa, shu kapotida bunaqa rezinkalari, salafallari deydi, ana shular akalar hamma yo'g'i o'zida turibdi. Bunga like bosib qo'ying, kanalga ham obuna bo'ling, davom etaveramiz. Xo'p, ana endi aka qarang, navbatda yana bitta Cobalt'imiz bor. 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Aka, kraskasi qanday buni? Kraska toza. Kraskasi toza. Avtomobilda pokoleniya metan, ABS, konditsioner, motor zashtalari bilan. Motor hadovi qanaqa? Zo'r. Motor hadovilar zo'r. Kraskasi toza. Kraskasi toza 2022 zavodskoy diskada, o'sha zavodskoy balon. Mana ukam oldilarida ham chaqa-chuqalari yo'q deyapti. Xo'p, buni yurganiga kelsak 96 ming probegda. 2022. Ya'ni ashi 22-yilda chiqqanlarda oldi ikkita sidinasi siydigan variantida. Evakor tashalgan aka. Mana. Holatini ko'ringchi. Sidinada chexol bor ekan, mana. O'ziga yarasha chexoli bor. Arqa kapot knopka ham bor ekan. Hop. Va mana ortidan ko'rinish aka. Gendaverni beraverasiz aka. 2022 ga gendaverni chiqaradi, metan gazi va mana aka zapaskalari, qozonlarni, germetkalari bilan. Xo'p, endi aka buni narxi qiziq. 2022 96 ming probeg, kraska toza, ash sidinasini siydigandan metan gazlari bor, bitta 4 yumshoq balon qo'yib olsangiz bo'ldi. Aka narxini ayting aka, shu bozorda topolmasin keyin mana shunaqasini. To'g'risida Bu yerim deyotganimiz 10300. 10300 dan kamini qilib berasiz. Bugun bozor narx berdimi, sir bo'lmasa. Bozor 10 ming atrofida. 10 ming atrof bo'lyapti. 10 ni pastda bera olmaysiz? Yo'q, bera olmaysiz. Faqat naqdmi? Ha, naqd. Naqd pulga. Telefon nomer
90'lik 90'lik 275 275 00 63. 0063 raqamiga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling. Bizga aka like bosib qo'ying, davom etaveramiz. Xo'p, davom etamiz. O, stolchani dahshati yo'q aka. Xo'p, davom etamiz. Ana endi aka navbatdagi Cobalt'ni ko'ring. 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi qanaqa aka? Kraska Shopir tomon oldi krilo. Hop. Keyin orqa tarafdan taraf qirlovda bor. Petno. Hop. Keyin orqa bagajda ozgina. Orqa bagajda bor. Lekin ko'rishingiz mumkin, xudo xolasa, kapotlari kulish tegmagan, ustunlari ham yaxshi holatda turibdi. Xo'p, asha akalar, haligi biletmi, bir nimali, linzali, uje faralar qo'yib qo'yilgan bunga. Pastdagi tumankalar ham luppalidan ekan. 2016 avtomat. Bu 4-paysi ekan. Bu tomonda ABS, konditsionerlari bor. Motor, hadovoy. Motor hadovoylar jim. Birga bir spisa diskga qo'yilgan yangi yumshoq balon bilan. Oldik, lekin krilolargadir, mashina polni shumkalari ham yaxshi. Yurganichi 186 ming probeg 2016. Yana bitta plus, buni sidinasini aka, sidion ham qilingan ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, knopkali. Borku, orqa sidinalar ham qizil. Orqani ham sidion qilganmiz. Gap yo'q aka. Mana aka torpedkalarning holati, mejigar pult bor. Xo'p, yo'lim bo'lmagan. Unaqa rezinkali 3D tashalgan bunga yana. Ovozdan qarang. Yopilgandami? Orqalar ham qiziydi, orqa Bu qayerdan qilingan bu? Ashni yaqqanda bag'i ham isib ketaveradimi? Mana yo kabellariga kelgan. Yo, orqaga alohida knopka qilmagan ekanda. Orqaga alohida qilgan 3 talik knopka bor, ham isitadi, ham sovutadi. Serios, sovutmas aka. Endi o'ldirib yubordim. Qo'ysa-chi. Kalonka nima qilaring aka? Kalonkasi turavermabdi-da. 2016 kraskasi ikkita detalda bo'lyapti. Polni shumkalari bilan aka mana. Benzindami bu? Benzinda. Gaz yurmaydi. Xo'p. Ana endi aka bekdik. Orqadan ham bitta ko'rsataylik buni. Mana aka, orqadan ko'rinishi. Srazu оформление ekanda. Xo'p, narxini necha pul so'rayapsiz? Narxi 8 ming kam bor. Yopishtiribroq aytaman. Aka bir dehqonlar olsin bozorga. 7800 ozmi? 7800 dan ozroq kamini qilib berasiz. Bugun bozor narx berdimi? Narx bermadi. Bermadi. Faqat naqa sotamizmi yo variant barter? Sizmongiz yetmasa variant qilib beramiz. Yetmay qolsa 1-2 ming nasiya qilib berasiz. Bo'lmasa naqa berasiz. Bartergachi. O'ziga o'xshagan mashina. O'ziga o'xshagan Nexus-mi? Gentrami, mexanika Cobalt'mi barter bor. Telefon nomer 94 506 26 raqamlariga aloqaga chiqib qolgan ma'lumot o'zida oling va albatta bizga like bosib qo'ying. Ukam, yo'q, bizga mexanika kerak degan akalarimiz bo'lsa, xo'p, monechi mana? 20 mexanikingiz bor. Necha pulga ketdi aka sir bo'lmasa shu 20 mexanik? 400 ga ketdi. Qancha yurgan? 68 ming euro. 68 ming yurgan 2020 mexanika, kraskasi toza 9800 dollarga. 9400 ga ketdi. 9400 ga faqat naqqa sotildimi? Naq pulga benzinligi sotilib, top toza. Gap yo'q. Buyon bizga ular balat ekan. Siz qarang. Mexanika 2015-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi hurmatli vatandoshlar Cobalt ko'ringlar bo'lmasa mana. Buni kraskasi qanaqa? Orqa kriloda bir qarach petno bor. 2015 aka, men qarang mana. Bu tomonda ABS konditsioner va aka ustunlari ham rosa kunish tegmagan. Tiniq holati va benzinda. Xo'p, to'rtta o'rta holatda yumshoq bo'lon, 15 labovoylari bilan va 76 mingmi? Bay, hurmatli vatandoshlar, aytaman, antikvarlardan taqdim etaman. Mana sizga yili pastroq Temboli 3-payissasi aka. Ya'ni tablo skotda benzin rasxod ko'rsatadi. Rul va sidina ham ko'tarilib tushib, ligrovka bo'ladi, udobstvasi bor. Bitta korobkada farq bor, ya'ni mexanika bu. Xo'p, 2015 76 ming probeg, orqa kriloda petno bor. Qolgan joyi toza. Orqa kapot knopkasi bor ekan, lekin ishlamadi. Gap yo'q. Aka, qayerdan topasizlar? Mana shunday mashinalarni. Toshkentmi bu? Ha, Toshkent ekan, Toshkent. Mashinadan ketmayapman. Hop.
Yana qayerda bor? Bo'ldi. Boshqa joyda yo'q. Tekshirib olaveradi. Mana aka arqa bunaqa joyda buni rezinkalari ham o'zida turibdi. Mana aka bu tomoniga ham turibdi. Hop, gaz umuman o'rnamagan ekan, zapaskasi, mana germetikasi. Qoldi germetikalar. Gap yo'q. Xo'p, 76 ming probeg 2015 3-payizda. Kosmetikami? Ha, kosmetika. Oldi kapotni uchida ekan, bunchacha kosmetika, ya'ni kraska ko'chgan joyi, bunda tekizib qo'ygan joyi bor ekan. Narxini necha pul deysiz aka? Sal yopishtirib. 8 ming kam. 8 ming kam. Oz-moz o'tib beradi. Hozir shunda bu 16 ham sizdan, bu 15 ham sizdan. Ha, mana. Mexanika avtomat narxi bir xil. Endi buni ish qo'ysa bor. Ha, buni yurgani kam lekin, u gapish to'g'ri. Xo'p, naqd bo'ladi, $1000 yoki $2000 yetmay qolsa, 1-2 oyga kelishdi bo'ladi. Xo'p, telefon nomer 94 94 506 nechi? 506 506 26 raqamlariga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zini oling va aka bizga like bosib qo'ying, davom etaveramiz. Qanday skidga qilib beradi? Bizga kanaldan kelsa. Narxidan $50 o'tib beradi. Barakadan keyin. Barakadan oldin o'tib beriladi. Yo'q. Kelar savdo qiladi aka, realniy xaridor. Mana Furqatbek o'zidan barak aka bo'ldi, mana monchiga oldim sizdan degandan keyin, aka men Furqatbek o'zidan ko'rdim bu mashinangizni desa, $50 o'tib berasiz. U oldin aytadigan bo'lsa hisobga chiqarib olarasiz-da. Voy gap yo'q ana. Aka assalomu alaykum, xonani charchamasizmi? Hurmatli vatandoshlar, xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Bizga like bosib qo'ysalaringiz bo'ldi. Ha 98 ham deydi. Akincha barakasiga o'tib bering aka. Aka siz ko'rinmaysiz, o'tiravering aka, men ko'ryapman. Gap so'z yo'q. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, qaranglar. 2022 yurgani 110 ming yurgan, lekin chekraskasi bor, ko'rsatib o'taman. Narxini 10 ming deyapti ekan, Mabtuka 98 da o'tib bering desam, yo'q, 99 dan o'tib beraman deyapti. Faqat naqdmi? Faqat naqd. Naqdga. Dokument qanday bo'ladi? Оформлениyaga. Avtomobilda metan gaz bor, bu tomonda ABS, konditsioner, motor ходовой. Muammo yo'q. Kraskasi qayerlarda? Kriloda bor, kapotda petno bor. Shopir tomon, oldi kriloda kraska va kapotda petno bor. Bash butchani o'zida kichkina petno. Kapot yechilmaganmi? Kapot yechilgan. Kapot yechilgan. So'tilada mana yo'q. Hech Mana qanday yechilmagan. Dangalagansiz aka, boringizga shukr. Yechilmagan desa nima bo'ladi? Yangi bo'ldi. Qani aka, to'rtta yumshoq yangi balon zavodskiy diskada 2022 va 110 ming probeg aka. Chexollardan bo'ladi. Mana aka, salonlarning holatini ko'ring endi buni. Monitor qo'yilgan, toza yaxshi chexollar kiydirilgan, yangi holatda turibdi. Evakorlarga dur tashalgan. Hop, orqani ochib o'rasiz endi aka. Yaxshi, ha? Necha pulga berarkan? 9 yanglarga beramikini? Mana aka. Mana aka. Qozoni, zapaskalari o'zida. Xo'p. O'tkazib olamizmi nomiga? Ha, o'tkazib. Gem bermaysiz. Gen yo'q, gen berma. Gem berilmaydi. Aka sotmagansiz bo'lgandir, sir bo'lmasa aka. 950 tevr oldi. Berasizmi? Yo'q, qildi. 9500 tevasiga bermayapsiz. Yo'q, bermayman. Xo'p, Men lekin o'zi aytgandim o'zi, siz mana 9900 dedingiz, ozgina barakasi o'tib beraman. akalar endi ag'ini sizdan bir telefon qilib gaplashing, balkim sizga yana o'tib berar. Telefon nomer 94 506 506 75 75. 75 raqamlariga aloqaga chiqib qolgan ma'lumotni o'zida oling, bizga like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Yaxshi, xo'p aka, qarang. Navbatdagi Cobalt uka, mexanika ham ko'rsatgan bozordan degan akalarimizga mexanika 2020-yilda ishlab chiqarilgan 115 ming probeg va ukam kraskalari toza, benzinda harakatlangan deyapti. Xudo xolasa gazi yo'q. Qarang aka, bu tomonda ABS, konditsioner, motor zashta bor, lekin mashina benzinda. Aha. Xo'p, avtomobilda asha charmxo'dan chiqqan balonlarda holat o'rtachadan pastroqlik degan. Xo'p, Probegi, ha, 115 ming probeg. Orqani ochiq ekan aka, ochiq ekan. Yo'q, mana. Dokument qanaqa bo'ladi? Oforib generalni chiqadi. Agent chiqadi, ha, bo'ldi gap. Mana aka, bozorlarning holati 2020 115 ming probeg, ikkinchi paytda mexanika, gendaverni chiqadi. Xo'p, narxini necha pul so'rayapsiz buni? 9,5 ming o'tib beramiz. 9000 9,5 ming kelishtirib beramiz. $9500 kammi qilib beriladi. Kami bor. Xo'p, faqat naqdmi? Yetmagan bir oygacha variant bor. Yetmay qolsa bir oyga dur arzona qilib berasiz. Telefon nomer 97 592 30 30. 592 30 30. Aka rahmat. Ushbu nomerlarga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling. Albatta bizga like bosib qo'ying. Salonlaring yoki
Xudo xolasa svejiy holatda murojaat qilaverasizlar. Biz davom etaveramiz. Davom etaveramiz. Ana endi navbatdagi Cobalt ko'ring. 2019-yilda ishlab chiqarilgan 4-payizda avtomat ukam. Orqa tomon benzin bak krilo tomonda ozgina petnosi bor, uni aytib qo'ygin dedi. Bakimga gendaverni beraverasiz-da. Mana, sraziya. Hoppa, mana avtomobilni motorni holatini ko'ring. Xo'p, bu tomonda ABS, konditsioner va akalar mashina benzinda. Gaz qo'yilmagan, a? Gaz qo'yilmagan. Avtomobilda zavodskiy spisa diskada peregon balonlar qo'yilibdi. Xo'p, shumka bo'lmagan va 128 ming probeg. 2019. Mana ular ko'ja qilingan. Xo'p, monitor qo'yilgan, avtomat, sidinada chexol o'ziga yarasha holatda. Xo'p, yo'nim bo'lmagan, evakorpolik tashalgan. Aha. Holatdan ancha yaxshi ekan mashinani. Shu format degani yaxshi bo'lmadi-da lekin bu. Lekin generalni chiqqanda zo'r bo'lardi. Ana, ortdan ko'rinishi. Kamerani qarang, ma'lum bitta sensor datchigisi bilan. Bagajning ustida spoilerlari bilan. Qarang, mana aka. Qozonlarning holati, zapaskalar pashta ishlanmagan deb turibdi. Gaz umuman qo'yilmagan ekan. Mana ozgina bunaqa kosmetika joyi bor ekan. Mana yerda aka kraska bor ekan. Mana chizig'i dek bo'lib bashak kelgan ekan. Keyin rixtob kelgan shu yerda sapachoyda. Xo'p, ana endi buni narx qiziq, nech pullik xudo xolasa. Aka, narxini nech pul deyapsiz? $9,000 kami bor. $9,000 kami bor. Faqat naqdmi? Naqd pulga. Telefon nomeri-chi? 99lik 486 66 62 raqamlariga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zi bilan kelishing va albatta bizga like bosib qo'ying. So'z yo'q, generalni chiqaveradimi? Akalar, xo'p, davom etamiz. Navbatdagi Cobalt ko'ring endi mana aka. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, ikkinchi paysa mexanika so'raganlarga xo'p, mana holatlariga o'zlarini ko'rib, baho beraverasizlar endi, xudo xolasa. Xo'p, bu tomonda ABS, konditsioner, metan gazi bor. Metanni ham qarang aka, o'ta akkuratni qilib qo'yilgan ekan. Ukam mana tulish tegmagan deyapti. 137 ming probeg. 4 tunak shu yumshoq balon holatlari o'rta holatda. Hop, va mana salonni ham holatini ko'ring. Yurgani 52 ming masa, yo'q, 137 ming dedi. Ikkinchi paysa 3D polik tashalgan. Salon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Mana. Orqa qayerdan ochilar endi? Bundan ochilmasa yana. Aka, buni orqasini ochib olasizmi? Bo'ldi. Va mana ortidan ko'rinishi. 2019 137 ming probeg, kraskalari toza, ikkinchi paysa mexanika. Xo'p, gendaverni chiqadi, temir metan gazlari. Xo'p, ana endi buni narxini nech pul so'rayapsiz? Narxini 9800 ozgina kelishamiz. $9800 ozgina kami bor. Faqat naqdmi? Faqat naqd. Naqd pulga aka, bugun sotmaganingiz bo'lmadimi? Mayli, endi 6000, 7000 bersa qolganini 1-2 oyga mayli. Kelsa bo'ladi. Ha, kelsa. Xo'p, telefon nomer 90lik 771 21 2 00. Ha? Gap yo'q. Rahmat, bozoringiz bersin. Ushbu nomerlarga telefon qilib, qolgan ma'lumotni o'zini oling va albatta aka bizga like bosib qo'yasizlar. Mexanika avtomat so'rayotganlarga yaxshi vibr bo'ldi. Bitta avtomat, bitta manaki mexanikasini topib oldim. Like bos sizdan. Gap yo'q. Kraskasi-chi? Xo'p, hurmatli vatandoshlar, qarang, navbatdagi Cobalt mexanika so'raganlarga yana bitta mexanika mana 2020 yurgani 71 ming probega aka, ikkinchi paysa mexanika, ya'ni xo'p, bu tomonda ABS, konditsionerlari bor edi. Metallar ham sunovka qilingan. Xo'p, motor ходовой вообще zo'r. Avtomobilda 4 ta barsdan yangi yumshoq balonlar qo'yilgan. Asha ruchkalari ham qora chiqqanida va aytilganda 73 ming probeg. Bay 2020 73 ming probeg. Yangi chexol qadalgan, rezinkalar tashalgan va orqani ochib olasizmi aka? Xo'p, va mana ortidan ham ko'rinishi. Mana aka, temir metani va qozonlarning holati.
Petnosini qayerda dedingiz? Mana shu to'ka. Ha, bo'ldi. Mana ichini qara. Ichiga vab shu o'tmagan, Yuzaga o'tmagan, yuzaki bo'lgan. Tekshirtirib olaveradi. Xo'p. Telefon nomer. Narxini nech bo'ldingiz? Narxini 10.200 so'rashyapti ekan. 9800 ga beraveradi. Kanaldan agar murojaat qiladigan bo'lsalaring 9.800 ga beraverar ekan. Telefon nomer 95lik 077 077 22 33. 22 33 raqamlariga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling. Yilini? Aha, bo'ldi gap so'z yo'q. Xo'p, akalar, davom etamiz. Ana endi xo'p, navbatdagi mexanika Cobalt ko'ringlar, hurmatli vatandoshlar. 2014-yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya mexanika. Xo'p, motor hadovi qanaqa aka? Zo'r. Motor hadovilar zo'r. Mana aka, bu tomonda ABS konditsioner, metan gazi bor. Nima deysiz? Yangi motor qilingan. Motorlar yangi qilingan. Dokumenti-chi? Dokumenti muammosi yo'q. Dokumentida muammo yo'q. Gendaverni chiqaveradi. Xo'p, kraskasi qanaqa? Kraskasi kapoti uchida petno bor. Hop, tamakacha. Okechami? Aha. Ilaki o'sha orqa krilosi yumaloq bundoq yumaloq ashnasiz Orqa kriloda keyin yana yumaloq petno bor. Avtomobilda 4 ta yumshoq bo'lgan holatlari, xudo xolasa yaxshi holatda turibdi va yurgani 543 ming yurgan 2014-yil. Mana aka. Torpedkalar holati, mexanika. Yo'lin bo'lgan va aka rezinka tashalgan. 2014. Aka, orqasini ochib olasizmi buni? Va mana ortadan ko'rinishi. 2014, xudo xolasa, mana aka. Boshini yeb turing. O'g'a. Yashang aka. Hozir shunda aka ikkita detalda bo'lyaptimi kraska? Ikkita detalda bo'lyaptimi kraska? Mana aka. Qozonni holati, zapaskasi, diskasi bilan. 2014 500 shumi 9 mingmi yurgan. mana. Mashina kraska bor xolos. Hop, oldi kapot uchida. Kapot uchida. Xo'p, yurgani 543 ming probey. Xo'p, ana endi buni narxini ayting aka, necha pul so'rayapsiz? Xo'p, bugun bozor narx berdimi? Bugun bozor berdimmi? Aqtarib berdim. O'zim ancha video yo'lon gapiryapmiz. Xo'p, necha pul so'rayapsiz unda? Buni 6,5 ming barakasiga o'tib beradi. 6500 dollardan barakasiga o'tib beriladi 2014. 14. Xo'p, faqat naqdmi? Naqdam bor, nasiya savdo ham bor. Naqd nasiya bor, barterga ham bor. Xo'p, necha puli borga nasiyaga chiqadi? Yar 3000 puli bor. 3000 puli bo'lsa nasiyaga chiqarib berasiz. Telefon nomer 94 94lik 716 716 0777. 0777. Ushbu nomerga telefon qilib qolgan ma'lumotni o'zi bilan kelishaverasizlar. Davom etaveramiz. Ukam yili pastrog'idan ko'rsa deganlarga mana navbatdagi Cobalt ko'ringlar bo'lmasam 2013 Stalnoy rangda ikkinchi pozitsiya bu. 4-pozitsiya? Xo'p, mexanikami? Mexanika. Ha, mexanika unda. Gap so'z aka, qarang, bu tomonda ABS, konditsioner, pakeleniya metan gazlari bor. Motor hadovoyichi? Motor hadovoylari zo'r. Kraskasi tomdan pastashvit bo'lgan. Oldi orqasi old orqalari butun tekshirtirib olaveradi. Avtomobilda 4 ta yumshoq balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Xo'p, avtomobilning pozitsiyasi 3-pozitsiya Aziya bo'lyapti. 243 ming probeg. Xo'p, buni plyus tomoni bizga tablos katta benzin rasxod ko'rsatadi. Rul, sidina ko'tarilib tushib ligirovka bo'ladi va mana aka sidinalar ham bunaqa materialda chiqqan sidinalardan bo'ladi aka. 2013 Hop, 2013 3-pozitsiya mexanika va mana aka ortidan ko'rinishi. Xo'p, Toshkent partiya ekan aka. Ya'ni Toshkent nomer. Temir metan gazi. Ha, mana aka qozonni holati. Xo'p, zapaskalari bor, diskasi bilan turibdi ammo. Lekin tomdan pasti asfalt bo'lgan ekan. Xo'p, dokumentiga gen davernis beriladimi? O'tkazib oladi. Narxini necha pul so'rayapsiz? Narxim 7400. 7400 dollar so'rayapsiz. Barakasiga o'tib beradi. Barakasiga o'tib beriladi. Faqat naqdmi? Naqd pulga. Telefon nomer Telefoni 90lik 640 22 77 raqamlariga aloqaga chiqib qolgan ma'lumotni o'zida oling va mana shunaqa mexanika yili pastroqdan so'raganlar jo'natib qo'yasizlar.